o'ylaymizki, har bir to'y shunday islomga muvofiq. Mana shunday holatda bo'lsa, bizni mana shunday qo'yganlik uchun, mana shunday to'ylarga qatnashib qo'yganlik uchun, mana shu to'ylarni o'tkazishlikka topib berganlik uchun Alloh taologa shukrlar qilamiz. Bundan keyingi jo'ralarimiz to'ylaridan xuddi shunday holatda kerak bo'lsa, bundan ham yaxshiroq sunnatga muvofiq o'tkazishga harakat qilamiz. Shunday qilishdan maqsad birinchi Alloh taolo roziligi. Alloh taolo o'zi panohida asragan bo'lsin. Mana shunday ukalarimizning saflarini ziyoda qilgan bo'lsin. Ilohim bularni yaxshilikni ustida birlashtirsin. Sen bularning maslahatlarini eshitib, men emas, hamma domlalar ham, boshqalar ham eshitganki inson xursand bo'lib, ularning ota-onalari, kattalari, ularning shariatga muvofiq bo'lgan maslahatlarini eshitib, rozi bo'lganligini inshaalloh Alloh rozi bo'ladigan Payg'ambar alayhissalom sunnat bo'ladi, sunnatlarni xursand bo'ladigan ishlar qilyapti. Mana bular o'sha otasidan erta ajrab qaramog'i yo'q bo'lgan bolalarni mehmon qilishlik arafasida turishibdi. Alloh taolo ularning himmatlarini yana ham baland qilgan bo'lsin. Hamisha hamroz Allohning panohida bo'ladi. Ezgan ahlini yer yuzidagi barcha mo'min musulmonlarga Robbim bu dunyoda ham oxiratda ham aziz mukarram qilgan bo'lsin. لك الحمد يا ربنا وكفى فصل وسلم على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا وأجرا وعافية وصفا صلاة تكون شفاء لنا وأجرا وعافية اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. Kurlayken oilenin mübareliği bütün ümmet için namına bo'ladigan mustahkam oilalardansın. Bu kiyobaramizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan so'zni aytamiz. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam yangi oila kurlayishga tarbiyachilarga barakallohu lakuma va baraka alaykuma va jama'a baynakuma fi khayr. وسلم على المصطفى وآل وصحب كرام له هم السابقون وأهل الوفا وآل وصحب كرام له هم السابقون وأهل الوفا لك الحمد يا ربنا وكفى فصل وسلم على المصطفى. Oilamizki har bir to'y shunday islomga muvofiq. Haqiqiy islomiy ustoz aytyapti, haqiqiy islomiy to'yni qilolmaymiz endi kiyinajak. Lekin islomiy muvofiqlashtirib qilsak bo'ladi. Bu to'ylar bugun biz qilolaylik, ayni islomdagi tahorat deganni qilolmaymiz. Biz ularga to'y qiladigan bo'lsak, biz jinni deydi odamlar. Peshomat degan islomga qarshi emas, islomiy muvofiq qilib harakat qiladi. Mana shunday holatda bo'lsa, har bir to'yga kelayotgan odam sizni to'yingiz sababidan oxiratni qurib ketayotgan bo'lsa, sizni to'yingiz sababidan odamlar diniy nasihat olib ketayotgan bo'lsa, oxiratni qurib ketayotgan bo'lsa, bu sizni to'yingiz barakali to'y bo'lsa kerak. القلوب تهيم به وإنا نذوب به شغفا لك الحمد يا ربنا وكفى فصل وسلم على المصطفى
بطه تطيب الحياة لنا. bizni mana shunday qo'yganligi uchun, mana shunday to'ylarga qatnashib qo'yganligi uchun, mana shu to'ylarni o'tkazishlikka qabul berganligi uchun Alloh taologa shukrlar qilamiz. Alloh subhanahu va taolo barchamizga o'zi rozi bo'ladigan yaxshi amallar ustida Alloh taolo barchamizni bardo qilsin. الحمد يا ربنا وكفى فصل وسلم على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا وأجرا وعافية وصفا صلاة تكون شفاء لنا وأجرا وعافية وصفا. Allah Resulü gazabını getirmiyor holatı uyartmalar. Mazmun öykürüz din hakkında sınırlar buldu. Şu nasıl sabah koyan göğler yani Abdullah Hükâmızın göğler iken Abdullah Hükâmızın başlığıyla hamd göğler şunca bazı koyan halatta şu nasıl bir oğlarımız hareketler. وآل وصحب كرام له هم السابقون وأهل الوفاء وآل وصحب كرام له هم السابقون وأهل الوفاء لك الحمد يا ربنا وكفى فصل وسلم على المصطفى. Bizim niyetimiz, maksadımız, cümlelerimiz geldiğinden işte başlayışı, arkadaşlarımızdan birinci, ikinci, soyeden başlanışı. Bundan keyince cümlelerimizi koyularından bu düşünce halatta gerek olsa bunlardan mahşulat sünnetin vakfalı bir işine hareket kılamız. Şunu etmişten maksat birinci Allah Teala razılığıdır. Şükürlükle bayralarda aslında başlanışı yaxshilik bilan boshlansın degan maqsadda qilyapmiz va yana boshqalarga ham bir ibrat bo'lsin. Musulmon odam qanday turmushlik kerak, qanday yashashlik kerak, shu narsani bir ibrat bo'lib qoladi degan bir mazmunda harakat qilyapmiz. Alloh taolo harakat qilishimizga o'zi yordam bersin, o'zi madad bersin. Mana shu atimani inshaalloh turklarimiz mana ota-onalari niyat qilib günlük boyunda har bir ihtiyatlardan, muvaffaqiyatlardan, çalgı asbab uskunalardan, kardeş dinleylerden xoli bo'lgan holatda. Ma'nosi, mazmunsiz aytilayotganini qaysi hozir bir to'y to'yga qarasa eshiklarni tayyorlab, falon uyga zakaz qilib, nasroniylar, musulmon emaslarni odatda. Musulmon bo'lmaganlarni madaniyat. Hech qanaqa ma'no mazmun yo'q. Shunaqa narsalardan xoli bo'lib qiyaslaydigan Alloh taolo صلاة تكون شفاء لنا وأجرا وعافية وصفا صلاة تكون شفاء لنا وأجرا وعافية وصفا لك. Men qancha xursand bo'lsam, Alloh undan ham ko'p xursand bo'ladi. Sababi qaysi to'yda miskinlar, yetimlar bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bu valimalarni bunday dasturxonlar Alloh eng yaxshi ko'rgan dasturxonlar. Ana shunday holatda jo'ralardan Alloh taolo rozi bo'lsin, mana shunday narsalarni uyushtirishib. الحمد يا ربنا وكفى فصل وسلم على المصطفى وآل وصحب كرام له هم السابقون وأهل الوفاء وآل وصحب كرام له هم السابقون وأهل الوفاء
لك الحمد يا ربنا وكفى فصل وسلم على المصطفى هو المجتبى من هدينا به فيا رب زد أحمدا شرفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله alloh taolo barchamizga mana shunday savobli ishlarda mustahkam bo'lishlikni nasib qilsin. Alloh taolo barchamizni o'zining yo'lida sabit qilsin. Barchamizda orqamizda soliha farzandlarni qoldirishligimizni nasib qilsin. Alloh taolo zurriyotlarimizdan olim ulamolarni chiqarsin. وإنا نذوب به شغفا فإن القلوب تهيم به وإن الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أتمنى وسقانا وجعلنا من المسلمين amin ya Allah'ım şuradaki insan kaç abalar demek ki yaş niyetler basın niyetlerge yetişsin her türlerge barışsın bizi bir verirse Allah'ım bu ayki abalarga mingni bergin ballar karı yerlerden basın cennetten nurli teşkil edilen ballardan basın Allah'ım amin ya Allah'ım bu dünyada mehriki doymadık dünyada ota-anamız bilen cennetlerde yaşaylık hiç kaysüdeyin atası kaldırmakin Allah'ım hiç kaysüde yaşmalar atamanamda beklemesin amin ya Allah'ım şu ayki abalar bilen Allah'ım firdevs cennetlerde görüşaylık amin ya Allah'ım keserler gözü şifa bergin farzat diyorlar gözü farzat bergin Allah'ım amin ya Allah'ım bu dünyada zamzam sularını içtiği bu dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kolları bilen havzı kevser sularını içtiği arzu nasip
bajarib